bo'ldi. O'yin tugadi. Ispaniya o'z tarixida ikkinchi bor jahon chempioniga aylanmoqda. Ferran Torresning ekstra bo'limda kiritgan goli yagonaligini saqlab qoldi. Ispaniya 2026-yilgi jahon chempioni. Lionel Messi qatorasiga 2 yil chempion bo'lishi mumkin edi, biroq Argentina faqatgina ekstra bo'limlarda hujum qildi. Undan oldin esa hujum tashkil eta olmadi. Ispaniya muxlislarini tabriklaymiz. Nima bo'layapti bu yerda? Nima uchun Scaloni agressiya bilan yurib yuribdi? Endi emotsiyalar hozir. Bu ispan afsonalari, bu birinchi chempionlikni taqdim etgan, o'z mamlakatiga taqdim etgan afsonalar. Bu avlod esa